Alaykum, hurmatli mana YouTube'dan kuzatadigan muxlislarimiz. Yaqinda biz YouTube yurgizishni boshladik. Ungacha men faqat Instagram, Telegramda faoliyat yuritganman. Meni ismim Nilxovaxon Tohirovnaman. Yoshim 39 da. Bu mashinani 39 yoshimda Amerikadan akam olib keltirib berdilar, auksionda o'ynab. Keyin buni tuzatib berdilar va minib kontentlar olasan deb yaxshi niyat qilgan ekanlar. Haqiqatda minib kontentlar olib yuribman. Men Xovaxon Tohirovna havo shifo davolash Sakinat ochganman. Bu davolash xonamizda. Endi sen xonetga o'tib ol, mashina olding. Havo shifo davolash xonamiz. Bu xonamiz Marg'ilon bilan Farg'ona o'rtasida Kirgilikda eski Averdi ko'chasi, 20-maktab ko'chasi, dorixona, ulgurji dorixonani ko'chasida oldin bitta taqsirlar magazini bo'lardi, hozir buzilib ketdi. 2 etajli Xumo degan binoni 1-etajida. Endi men sizlarga mana shu davolash xonam haqida jicha ma'lumot beraman va 16 yilda qora sedanamizni ichib homilador bo'lgan qizimiz haqida ma'lumot beraman. Yuringlar. Mana xush kelibsizlar. Bu bizni havo shifo davolash xonamiz. Bir xilgina davolash markazi, davolash sentri deydi. Nima kerak bu markazda bas bir burchakda xonacha bo'lgandan keyin xonacha deyish kerak. Bu joyda meni qora sedana, asal, zaytun moylarim sotiladi. Mana bu qora sedanamiz. Mana shu qora sedanamizdan ichib ko'pchilik homilador bo'lgan. Men o'zim ham hozirda 9 oylik homiladorman, lekin juda ham aktiv bo'lganim uchun, ko'p harakat qilganim uchun uncha homiladorligim ko'pchilik bilmaydi. Xush kelibsiz, marhabo. Va alaykum assalom. Bu qiz marhabo. Men bilan teng qiz 16 yilda homilador bo'lganlar. Hozir men marhaboga iltimos qilib, iltimos, marhabo keling, bitta video qilaylik. Sizga o'xshab yillar davomida homilador bo'lishni kutib yurgan ayollar qancha, qora sedana ichib homilador bo'lganingiz haqida aytib bering deb marhaboni chaqirdim. Marhabo, hozir bizni kutib o'tiribdilar. Chicha bundaroq o'tirib oling, marhabo. Marhabo, o'zingizni tanishtiring. 16 yilda homilador bo'lganingizda hayajonlanib ketmadingizmi? Qolganda bo'ldi. Xudoning amri bilan sedana sababchi bo'ldi. Faqatgina 1 oy ichganman xolos, lekin 1 oy ichganimdan keyin men ko'proq shu o'qilgan ruqyasiga, solingan Yosin surasiga, shunga rosa ixlos qildim. Ixlos qilib ichdim. Xudoning amri bilan Alloh berdi, Xudoga shukr. Mana hozir 7 oylikman. Bilinmaydi o'tirganingiz uchun. Orqaga suyanib o'tirib oling. Menga o'xshab. Shukr. Endi shunga rosa ixlos qildim, to'g'risi. Ko'rganimga tavsiya qilaman. Ishxonamda ham ko'rgan sheriklarimga tavsiya qilaman. Aka-ukalarimga, Rossiyaga necha marta jo'natdim, sizlardan olib. Qarindosh urug'larimga, ko'rgan odamimga tavsiya qilaman. Haqiqatdan ham natijasi bor, effekti bor. Ixlos bilan ichgan odamga haqiqatdan ham effekti bor. Ozdirib yubordi haligidek. Keyin nima bo'lyapti ekan deb, endi o'zim meditsina sferasida ishlayman, o'zimizda uziga chiqdim. Chiqsam, homiladorsiz dedi. Voy mashalloh. Yaxshiroq tekshiring, bo'lishi mumkin emas deb ishonmadim, to'g'risi. Nimaga mumkin emas dedingiz? Chunki rosa ko'p uziga tushganman, folikulometriyalar qilganman. Aytyapman, 15 yil kichkina muddat emasda. Bitta bola tug'ilib 15 ga kiradi. Yaxshiroq tekshiring, men 2 qat bo'lmasam kerak desam, opa 2 haftalik 2 qatsiz dedi. Voy mashalloh. Hali joyda xursandchiligimdan to'g'risi ko'zimga yosh keldi, xursand bo'ldim. Xudoga hamd aytdim. Ko'rgan odamni davleniyasi chiqadimi, yoshi kattami, yo bo'lmasam sahri bormi, yoki bo'lmasam bir homiladorlikka muhtojmi, kim qanaqa, o'sha men o'zi meditsina sferasidaman, kasal keladi-da bizga. Kelgan odamga shuni tavsiya qilaman. Xo'p, siz sedana ichib, ko'yingiz ozgandan bilib qolibsiz. Men ham xuddi sizdaqa bo'lganman-da. 39 yoshman, kichkina farzandim 6 yosh. Klimaks bo'lib ketdi, hayz siklim buzilib, 3 oyda bir hayz ko'radigan bo'ldim. Birdan qizib ketadigan bo'ldim.
keyin o'ziga tushsam katta miyomam bor ekan. Miyomasi borlar homilador bo'lish qiyin bo'lar ekan. Men endi yana sedana ichishni boshladim. Ha deb ichaversangiz ham odam masalan 2 yildan beri sedana bir xil ichavermaysiz, to'xtatasiz, dam olasiz. Me'dangizga tegadi, masalan o'zim shuni ichidaman, to'g'risini aytaveray. Keyin ichmay qo'ygan paytim edi, 5-6 oy ichmay qo'ygan edim, to'yinib. Keyin sedana ichishni boshladim, miyom ham so'rilib ketdi. 4 oy ichganimda sedanani 4-oyda icholmay qoldim, tomog'imdan o'tmay qoldi-da. Hidi ham yoqmayapti, o'zi ham yoqmayapti. Betim tirish bo'lib qoldi, nima unaqa bo'lyapman. O'ziga borsam 4 oylik homiladorsiz deyapti. O'sha 1 oy ichganimda homilador bo'lib qolgan ekanman sedanani. Mana shu 1 oy ichganimda tezda hayz keldi. 1 oyda men ham effektini ko'rdim deyapman. Ha, 3 oyda kelmayotgan hayzim 1 oyda hayzim keldi. Endi 1 oydan keyin yana kelmay qolsa, ha, yana 3 oyda keladi shekilli, klimaks boshlanibdi deb yursam, sedana ichganimda ko'nglim aynaversa, u meni toksikozligimdan boshlangan ekan-da. Mana polni gormonlarga topshiraman, o'zim laboratoriyada ishlayman. Gormonimda hamma jinskiy gormonlar past, prolaktin baland, emiziklik gormonim baland chiqaveradi. Ya'ni keyin qaysi ginekologga borsam, klimaksni boshlanish davrida deydi. Hayzim to'liq keladi. To'liq kelganda ham 3 kunga yetmaydi. Keyin 3 ta ginekologga borgan bo'lsam, 3 ta ginekolog ham gormonlaring past, prolaktining baland, emiziklik gormoning baland, bola bo'lish qiyin. Lutshi naqa kutmay qo'yaver degandek qilib gapirishardi. Instagramdan sizni roliklaringizni ko'rib qoldim, bexosdan. Men ungacha sizni ham tanimasdim. Keyin bunga jonli ruqiya o'qilgan, 40 marta yosin tushirilgan deganingizga rosa ixlosim baland bo'ldi. Ya'ni keyin o'sha zahotiyoq o'shda telefon qilib, o'sha yerdan olganman. Qaranglar, meni kuzatadiganlar, agar siz ham keliningiz homilador bo'lmayotgan bo'lsa, bitta ma'lumotni aytib o'taman. Homilador bo'lmaslikni meditsinadan hech qanaqa sababi yo'q, hamma yo'g'i sog'lom desa, bu balkim ziyondan ham bo'lishi mumkin. Bachadonda ziyon bo'lib qolsa ham hamma yo'g'i sog'lom bo'ladi, lekin homilador bo'lmasligingiz ham mumkin ekan. Qora sedanani ko'pchilik aytadi, ayol kishini pushtini kuydirib yuboradi, bolani tushirib yuboradi deydi. Yo'q, men hozir 9 oylik homiladorman. Marhabo, 7 oylik homilador. Biz hozir ham ichamiz, bizni bolamizni tushirib yubormadi. Pushtimizni ham kuydirib yubormadi. Bu xalqda orasida isbotlanmagan gap. Ayniqsa qora sedana ayol kishini tug'uvchanligini oshiradi. Bachadonni kayfiyatini yaxshilaydi, hayz siklini yaxshilaydi va homilador bo'lib qolish ehtimolini 90% ga ko'tarib beradi. Gormonlarni normada qilib beradi. Mana aytyaptilar, prolaktin baland edi deyapti. Prolaktinni tushirgan, tug'ish gormonlarini yaxshilab bergan, me'yorlashgan va tezda homilador bo'lib qolganlar. Sizga ham tavsiya qilaman, homilador bo'lmayotgan qizingizmi, keliningizmi yo o'zingizmi bitta qora sedana ichib ko'ring. Ichish tartibi bu faqat qora sedana emas-da, hurmatli meni kuzatadiganlar. Bunga ruqiya qilingan toza tog'da asalini qo'shamiz. Bu asal sahrni ko'tarmaydigan asal. Biz bundaroq asalda ham arzonroq asalda ham qo'shmaymiz. Eng qimmat, eng sifatli toza asalni qo'shamiz. Shuning uchun bizning mahsulotni bitta ichgan odam darhol foydasini biladi. Bunga eng toza, foizi eng baland zaytun moyini qo'shamiz. Birinchi sovuq siqilgan zaytun moyini qo'shamiz. Bunga 40 marta Yosin surasi, 101 marta Fotiha, eng avvalo 101 marta, 786 marta Bismillahirrohmanirrohim o'qiladi. 101 marta Fotiha surasi, 101 marta Oyatul Kursi, Amanan Rasuli oyati 101 marta va yana Kaf surasi, Furqon surasi, Toha surasidagi oyatlar va 40 marta Yosin surasi jonli o'qiladi. Bu ichingizga tushganda ichingizdagi sehrlar, ziyonlar, nazarlarni chiqaradi. Ayrimlar birinchi ichganda ko'ngli ayniydi. O'sha paytda 4 ta, 5 ta kosada suvni ichib qayt qilib yuborish kerak. O'sha ichingizdagi sizni bezovta qilayotgan narsa chiqib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Va undan keyin agar oshqozoni yaxshi ishlamaydiganlar, ovqat yesa, hazm bo'lmasdan kekiraverib, qorni ochganini his qilmay, qorni ishib, qabziyat bo'lib, og'zidan yomon hid kelib, ertalab tursa ham ochlikni his qilmayotgan odamlar bo'lsa, ular och qoringa ichish kerak. Sababi qora sedana odamning oshqozonini motorikasini, ya'ni ishlashini tezlashtirib, oshqozonni tozalab yuboradi. Tiqilmalar, xiltlar, cho'kindilardan tozalab yuboradi.
ochlikni his qilasiz, qabziyatingiz yo'qoladi, ichaklar tozalaydi, jigarlar tozalaydi. Boshqa kasalliklar bo'lsa, masalan, jigar kasalligi, jigarda har qanaqa tur kasallik, hatto sirrozgacha och qoringa ertalab bir choy qoshiq ichasiz, kechki payt yotishdan oldin oxirgi qiladigan ish sedana ichish bo'ladi. Ko'pchilik ovqatdan keyinmi kechki payt deydi. Yo'q. Kechki payt ovqatni yeb bo'lib yotmaysiz-ku, to'g'rimi? Yeb bo'lib 3-4 soatdan keyin uxlaysiz. Hozirgi kunda endi internet rivojlangan, hamma telefon ko'rib 12-1 qilib uxlaydi. To'g'ri. Ana o'sha uxlayotganingizdan oldin sedanani ichib bismillah deb uxlasangiz, ertalabki namozga tetik turasiz. Charchamaysiz. Chunki bu kechasi bilan jigaringizni davolab, qonni tozalab chiqadi. Buyrak yetishmovchilik bilan qiynalayotganlar sedana iching. Buyragingiz Xudoning qudrati bilan tiklanishni boshlaydi. Jigarda kasali borlar sedana iching, jigaringiz tuzalsa, oyoq qo'lingiz og'rig'i yo'qoladi, charchag'ingiz yo'qoladi. Sahringiz baland bo'lib ketgan bo'lsa, sedana iching, sahringizni davolayib tushiradi. Qon bosimingiz baland bo'lib ketgan bo'lsa, sedana iching, qonni qo'yiqligini me'yorlashtiradi, qoningizni yaxshilaydi, juda qoningiz tushirib yubormaydi, pasaytirib yubormaydi, tuzatadi. 2 qat bo'lmayotganlar, foizi kamlar, er-xotin ichinglar. Mana Kallaxo'rda Vatan degan mahalla bor, Marg'ilon shahar. O'shda Jamila opamdan bitta er-xotin qora sedana olib ichishgan ekan. Homilador bo'libdi xotini. Tayyor o'tsiv, hozir mana shu ekranga o'shani skrinshot qilib tashlab qo'yaman. Tayyor o'tsiv. Homilador bo'lmayotganlar ham ichinglar. Xullas, qora sedana o'limdan boshqa hamma dardga davo. Marhabo, rahmat sizga, menga shunchalik. Yo'q, men videoga chiqmayman. Xo'jayinim unamaydi deyshadi ko'p ayollar. Men so'rayman-da, rosa ko'pchilik homilador bo'lganlar bor, lekin so'rayman, iltimos, nima, o'tsiv beralasizmi? Desam, yo'q deyshadi. Marhabo o'zi asli tojikistonlik qiz, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan va hozirda qora sedana mahsulotimizni Tojikistonda ham sotadilar. O'zimiz O'zbekistonda ham sotadilar, Tojikistonda ham. Marhaboda tojik nomerini, o'zbek nomerini qo'yib qo'yaman. Ham o'tsivni rostdanmi deb ishonmasangiz telefon qilishingiz mumkin, lekin ko'p vaqtini olmang. Marhabo deyam. O'zi tug'adigan xotin bo'lsa. Rahmat, marhabo. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Ilohim eson-omon tug'ib oling. Ilohim. Bolachalarimiz bilan chiqib ham yana video qilamiz. Sedana ichib tuqqan ayollarning bolasini IQi baland bo'ladi. Xotirasi kuchli bo'ladi. Chunki men Muhammadjon 6 yoshli bolamda sedana tayyorlab berardilar. Xo'jayinim o'zlari ichib tuqqanmi, hozir bitta narsani yodlatib qo'ysam, bittada yodlab oladi-da. Xotira masalasida o'zim ham bir o'tirishda bir bet Qur'onni bemalol yodlab olaman. Xotirangiz kuchayadi. 2 qatligingizda qoningizdagi bolangizni qoni kam, invalid, nogiron bo'lmaydi. Agar qoningizdagi bolada qanaqadir kasallik bo'lsa, sedana ichsangiz homilani ham davolaydi. Bu haqda ham o'tsifimiz bor. Bitta qizimiz homilador ekan, homilasini buyragida kistasi bor ekan, o'pkasida. Va o'sha qora sedana ichib davolanibdi. Sog'lom bola tug'ibdi. Tuqqaningizdan keyin sedana ichsangiz, sutingizni ko'paytiradi, charchoqlaringiz yo'qoladi. Bolangizga yotib, uxlab qolib, hech nimaga ulgurmasdan yurmaysiz. Hamma yoqqa ulgiysiz, energiyangiz joyida bo'ladi. Bolangizni ham boqasiz, uyingiz ishini ham eplalasiz. Va yana tug'ruqdan keyin ayollar 2 yil depressiyada bo'lar ekan. Tug'ruqdan keyin stress. Tug'ruq o'zi stress, homiladorlik o'zi stress hisoblanadi. To'g'ri, menga ham bitta gap ta'sir qilsa, o'zi oxirgi paytda gormonlarim oshib ketib shekilli, tezda yig'laydigan bo'lib qoldim. Homiladorlikda sezuvchanlik, emotsionalность, gormonlar, progesteron baland bo'ladi. O'shani hisobiga yig'laqi bo'lib qoladi, bitta gap ta'sir qiladigan bo'lib qoladi. Masalan, Malayziya o'sha televizorda ovozi yo bo'lmasam mashinalarda ovozi, shovqinlar yoqmay qoladi o'sha homiladorlarga. Kitob o'qiysan, Muhammadjon telefon ko'rsa, pastlat, ovozini pasaytir deyman. Past qilsa ham qashin miyamga kiradi, ichiga boshqa xonaga kirib olib o'qiyotgan kitobim miyam kirmayapti deyman. Xuddi shunday televizor vaqti yoqmay qolganman uyda. Men ham televizor ko'rmayman. Bolalarim o'sha telefondan bir narsa ko'rayotgan bo'lsa, yo chiqib ket deyman, yo pastlatib olib 2 marta 3 martadan tayinlayman. Menga o'xshagan muhtojlar, intizor bo'lib kutayotganlarga mana shu videomizni tavsiya qilamiz. Iltimos, hammalaring videomizdan manfaatli bo'lsalaring, odzivlarda qoldiringlar. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi men sizlarga ishxonamizni boshqa joylarini ko'rsataman. Aytib o'tay, bu qiz Arzigul, Qirg'iziston Respublikasi Qizilqiyadan keldi. Hozir
Yana tovarga keldingizmi? Sizga tovar ulgitib bo'lmayapti. Sizni eplab bo'lmayapti. Mashalloh. Mikrofonni olib oling. Hozir men ichkarini bitta ko'rsatib chiqaman. Arzigul o'tirib turing. Mana bu bizni davolash xonamiz. Bu joyda biz mana bu bizni davolash xonamiz. Bu tagidan isiydigan kushetkalar. Bunga yotsangiz ichidan isiydi. Bu bizni kumush qo'lqopli massaj apparatimiz. 41 millionga olganmiz. Bunda massaj qilsa, mana shunaqa kumushdan qo'lqopi bor, kiyib oladi. Bunday qilib kiyib oladi. Hozir uzugim bor, kiya olmayman. Keyin shu kumushli qo'lqopda odamni bunday massaj qilganingizda meridianalarini ochadi. 6000 qadam yurganda foydasini beradi. Qon aylanishingizni yaxshilaydi. Insultdan keyin qayta tiklanishlaringizni yaxshilab beradi. Bundan tashqari sportda 2 soat mashq qilganda kuchini beradi. Agar siz charchab ketayotgan bo'lsangiz, jim qizlar YouTube'ga chiqadi. Agar siz charchab ketayotgan bo'lsangiz, toliqib ketayotgan bo'lsangiz, faqat yotishdan iborat bo'lsa ishingiz, birorta ishni o'ylaysiz, xayolingizda qilib borasiz, lekin amalda qila olmayotgan bo'lsangiz, bilingki, sizni hamma yo'g'ingiz yopilib qolgan. Kumush qo'lqopli massaj apparatimizda bitta massaj olib ko'rsangiz, xuddi ignoterapiya olgandek, elektroforez olgandek, 2 soat mashq qilgandek, 6000 qadam yurgandek energiyani olasiz. Natijada qon aylanishingiz yaxshi bo'lib, boshingizda og'rig'i yo'qoladi. Orqa miya qisib olishidan boshi ko'p og'riydiganlar kelsa bo'ladi. Uyqusida siyib qo'yadigan bolalar kelsa bo'ladi. Doim stressga tushib yuradigan ayollar kelsa bo'ladi. Insultdan keyin qayta tiklanmoqchi bo'lganlar kelsa bo'ladi. Bundan tashqari o'zingizni sog'ligingiz uchun kelib bir marta lecheniya olsangiz, yengil bo'lib qolasiz. Men o'zim oldin Qo'qonda Gulolaxon opamda kumush qo'lqopda massaj olgani borardim. Chunki meni ishim telefonda va ko'p kitob o'qiyman. Shuna bo'lib bukirib bo'lib qolgan edim. Mana shuni tekis qilib berdilar. Endi hozir homiladorligim uchun yana ham o'zimni tashab yuribman. Nima demoqchiman? Yelkalarimni tekis qilib qo'ydilar. Poзвоночниklarim bunday sal qiyshayotgan ekan, to'g'rilab qo'ydilar. Keyin men ham mehnat qilib mana shu apparatdan oldim. Foydasini bilib, keyin ikkinchisini oldim. Bu apparatda общий massaj bo'ladi. Boshlaringizdan oyog'ingiz uchigacha shu kumush qo'lqopda massaj qilishadi va xuddi dardingizni sug'urib olayotgandek bo'ladi. Bir olib ko'ring, mazza qilasiz. Yaqinda skidka qilganimizda yuzlab ayollar kelib, olib, haqiqatda Havoxon, gapingizda jon bor ekan. Shunaqa mazza qildik deyishyapti. Men to'g'risini aytaman. 10 balli sistemada bu kumush qo'lqop bilan massajda 9 ball bilan baholay olaman. To'g'risi, chunki foydasini biladi kelgan odam. Xo'p, narxi 25 minut sizni massaj qilishadi, 150 ming so'm. Endi uni ichiga sizga tekinga nervniy sistemalaringizga ignalarni qo'yib qo'yishadi. Boshingizni ruqiya qilingan zaytun moyi bilan massaj qilib qo'yishadi. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, boshga zaytun moyi surkagan ayoldan shayton qochadi. Ayolmi, erkakmi, shayton qochadi. Boshingizda o'ylar g'avlab ketgan bo'lsa, boshingiz ko'p og'risa, garangiz bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, boshingizni zaytun moyi bilan massaj qiling. Ayniqsa bizdagi zaytun moyi ruqiya qilingan uchun yengil bo'lib qolasiz. Ko'chib yuruvchi og'riqlar bilan qiynalayotganlar, oyoq qo'llari qaqshab og'riydiganlar kelib bir marta massaj olib ko'ring, hayotga kelganingizni bilasiz. Mana shu bizni massaj xonamiz. Bu joyda hijoma ham qilamiz, ignoterapiya qilamiz, olovli banka bilan davolaymiz va kumush qo'lqop bilan davolaymiz. Bugungi intervyuim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'ying, izohlarda boraman deb yozib qo'ying. Massaj xonamiz, ishxonamizning nomeri 90lik 634 62 10. Biz Farg'ona bilan Marg'ilonni o'rtasida Kirgilikda faoliyat yuritamiz. Havo shifo davolash xonasi. Men ammamni qizi bilan birga ishlayman. Sizga qo'ygan nomerim 90lik 634 62 10. Ammamni qizining nomeri juda ham tili shirin. Qo'li yengil qiz. Qizlarim ham o'zimga o'xshagan, mashalloh qizlar. Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lib qo'ying. Rahmatulloh barakatuh.